Ozishni ochlik deb o'ylamang zinhor. Turfa dorilarga sarf etmangiz pul. Tabiat bag'rida yashirin sirlar, to'g'ri taom bilan ozmoq ko'p ma'qul. Olovning pastida, yog'ning taftida, go'sht bilan piyozni aylangiz oshno. Tovuq yo mol go'shti har ikkisida oqsuluv temirning jilosi paydo. Qaynab pishgan loviya to'q qilar tanni. Sabzi va pomidor vujudga hayot. Bodring, ko'katlar, fasl jilvasi ozmoqlik yo'lida bo'lg'aydir najot. Tuz bilan ziravor sepilsa agar, uyg'onar taomning haqiqiy ta'mi. Barcha mahsulotlar topishsa samar, tayyor bo'lur chindan sog'lik malhami. Jam bo'lib qozonu bog'ning ne'mati, dasturxon ko'rkiga aylanar shu on. Dorimas mana shu tana quvvati, ham shifo, ham lazzat, ham sog'lom taom. Bu sirni ulashing yaqin do'stga ham. Ochlik deb o'zini qiynab yurmasin. Sog'lom ozish darsin o'rganib shu dam, go'zallik gashtini sursin tinmasin.